Mening ishimda eng muhimi, men o'zimcha shu ishimni eng muhimi ishlayotgan joyimni tozalash. Shu toza bo'lsa men o'zim g'ururlanib, o'zim g'ururlanib, o'zim yaxshi tozalab qo'ydim shu yerni deb o'zim xursand bo'laman. Biroq maqtash shart emas. O'zim rahmat aytaman. Hamma yoqni obod qilish, shu shahrimizni obod qilib, ishlash, tozalikka rioya qilish. O'zbekiston bilan o'zimizni shahrimizni tozaligini tushunaman. Men hamisha aytaman, ishimni qilib bo'lib, Xudo shukr, ishimni joyiga qo'yib bo'ldim, ketgunimcha shu joylarni tozalab qo'ydim deyman. Jo'natgan joyim o'zimning joyimmi? Shuni o'ylayman. Xudo shukr bo'ldim, shuni abadgacha deb xursand bo'laman o'zim. O'zim baho qo'ya olmadim. Menga biroz chetdan baho bersa bo'ldi deyman. Shu mana bugun o'zida mana shu nachalligimiz rahmat aytib ketdi-da, hozir mana ko'chani tozaladim. Rahmat dedi. Zo'r, tozalash zo'r dedi, rahmat. Shunda xursand bo'ldim. Ha, demak, yaxshi qilayotgan ekanman deb o'yladim. O'ylagan rejalarim hammasi oshib kelyapti. Bundan keyin erisholmaganlarimni yanada erishtiraman. Nahayli yiliga to'g'ri holatda. Men hammani kirib kelayotgan 2026-yil yangi yil bayrami bilan tabriklayman. Oilamni, og'ayon qarindoshimni, ishchilarimni, butun O'zbekistonni, butun shahrimizni yangi yil bayrami bilan tabriklayman. Hamisha hammasi sog' bo'lsin. Bizlar ham sog' bo'laylik, kollektivimizni hammasini bayram bilan tabriklayman. Yangi yilimiz yaxshi yil bo'lsin, barakali. 2026-yil hammaga sog'lik, salomatlik, yurtimiz tinch bo'lsin. Hammaning nimaiki niyatlari bo'lsa, erishlarini tilayman. Hamma yurtdoshlarni tabriklayman. Hammaning umri uzoq bo'lsin. Chiqib kelayotgan yangi yillarimiz, yangi 2026-yilimiz bundan da omadli, ham yaxshi yil, barakali bo'lsin yillarimiz.